Neymar bilan rasmini qo'ydi Instagram sahifasiga. Baxtli bo'ydoq deb qo'ydi. O'zini. Neymar ham menimcha aytgan bo'lish mumkin, u ham bo'ydoqmi? Bo'ydoqmi? G'alati, karnaval u yor. Bu nima dedi? Junglida yuradi. Anu gap yo'q dedi. Karnavaldagi qizlar ham Neymarga bar etsa kerak. Sen simulyatsiyasan. Yamal shuni men ishonmayman, bunchalik aqlli bo'lmasa kerak. Ya'ni qanaqa qilib taqdim qilish bor-ku. Har xil variantlarni o'yladim-da. Ishlayapti orqasidan. Juda katta kuch turibdi va Barselonada, La Masiyada uni mahallasi 13-rayon. Ota-ona boshida ajrashib ketishgan, bu chaqaloqligida ajrashib ketishgan. Keyin 3 yoshdami bu bolada talant ko'rgan. Endi 17 yoshda Yevropa chempioni bo'ladigan bola 3 yoshda boshlaydi-da. Tezroq boshlash kerak. 3 yosh, 4 yoshmi La Masiyaga eng yosh olib kelingan bola. Va unda